Men bo'ldi. Zerikdim. Xudo haqqi zerikdim bor-ku. Jo'rimga tegdi xudo haqqi. Navbatda turaman, uxlamayman. Boraman, keyin kira qilaman. Charchab yana uyga o'tiraman. Boraman, mashinani qo'yaman. Qachon gazlar ochilsa, keyin ishlayman. Nima qilasan? Shuni olib qo'yasanmi? Olib qo'yasan, ha? Ha. Keyin uydagilarning ertasi kuni och qolsin. Zo'r-ku. Nima sen hozir mana bu yerda uxlamasdan ochayotga turib borib yana ustiga kira qilganingni nima uydagilaring bilmaydi o'ylaysanmi? Bilmaydi o'ylaysanmi? Uyga borasan, shu o'g'lim, shu erim kelibdi. Ko'chadagi muammolar o'ziga o'zi yetarli. Hammasini bilib turibmiz. Yana yuziga biz xumrayib turamizmi qo'lidagi 4 ta nonni ko'rib? Ha? Yo'q. Yuzingga tabassum bilan qarab turishadi, bilasanmi shuni? O'sha ko'chadagi muammolar yetib ortadi. Hech bo'lmasa uyi tinchligini, uydagilar xursandligini bilsin deydi. Ko'chada bemalol yursin, ishlasin deydi. Meni erkak, o'g'il bola, kerak bo'lsa ochotda ham turasan. Uxlamasdan borib ishlaysan, tushundingmi? Tushundingmi? Chunki sen erkaksan. Erkaksan. Agar xohlasang, pожалуйста, hozir bemalol hech kim gapirmaydi. Bor, jinsingni o'zgartir. No, odamlar 1-2 marta ustingdan kulishi mumkin, gapirishi mumkin. Bo'ldi, hammani esdan chiqadi keyinchalik. Yurasan. Bu narsa qo'lingdan kelmaydimi? Demak, mana bu yerda o'tir. O'tir, ishlaymiz. Bo'ladi. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Sabr qilgin erkak, zo'r bo'ladi.